Hurmatli tomoshabinlar, katta qo'chqor oladigan payt keldi akalar. Toza simjun hisori qo'zilar keldi akalar. Oyoq qo'li uzun, narxi juda ham arzon bo'lgan qo'chqorlar keldi akalar. Bitta kommentariyaga mashalloh deb yozib qo'yasiz akalar. Qo'chqorda akalar eng zo'rlar, nomer adellari bugun Ilyos tog'ada akalar. Xudo xolasa akalar, videoda oxirigacha ko'rib turing. Xudo xolasa sizga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli Chorva bozor kanal qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan birodarlar, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa haftaning juma kuni Saydul ayyom, bugungi kun barchangizga xayrli va barakatli bo'lsin deya biz video syomkalarimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroydamiz akalar, ya'ni Ilyos tog'amizni, Abdulloh akamizni qo'ralariga keldik akalar. Yangi partiya oyoq qo'li uzun, hisori qo'zi qo'chqorlarimiz kelgan. Like bosib oxirigacha ko'rasiz akalar. Bu video syomkamiz akalar to'g'risini aytganda e'tibor bilan ko'rib turing. Katta qo'chqor olaman degan akalarimizga yemini yeb turgan oyoq qo'li uzun, beli uzun qo'zilar keldi akalar. Mana qo'chqor olish imkoniyati sizda bor. Chunki siz bu video syomkani ko'rib turibsiz akalar. Xudo xolasa bitta like gumbillatib qo'yasiz, Abdulloh akamizdan ma'lumotlar beramiz. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni akalar bildirib qo'ying. Mana bu qo'chqorning narxini sizga bomba qilib beramiz bugun. Assalomu alaykum Abdulloh aka. Assalomu alaykum. Alisher keldingiz. Ahvol yaxshimi aka? Assalomu alaykum obunachilar. Qo'chqorni zo'ri keldi. Tez fursatda mana shu qo'ylar qurvolliqqa tayyor bo'ladigan qo'ylar keldi. Haqiqiy hisori qo'ylar. Yemini to'kib turgan, oyog'ida bir kasal-pasal, ko'zi ko'r bir cho'loq-po'loq aybi yo'q qo'ydi. Xolos zo'r narxini keldi. Narxini ham zo'r chiqarib beramiz. Narxi o'ta kutmagan narx bo'ladi bugun. Hurmatli tomoshabinlar, bugun bomba bo'ladi. E'tibor bilan ko'rib turing. Vallahi ehtiyot qilib haydaymiz, chunki qo'y tagi sirpanchiq, yiqilishi mumkin. Alisher, bunday gapda yomg'irda, qorda ko'rmay bir muxlislarga bir chiraylisini olib keldik, bugun yetkazamiz. Obunachilar bugun 5 ta olaman degan odam 10 ta qo'y oladigan narx bo'ladi bugun. O'ta yengil qilib beramiz. Hop aka, birinchi partiyamizga nechta soni? Hammasi 70 ta yangi skep bo'ldi. Mana shu yerda 70 ta. 70 ta. Lekin aka video syomkaga chiqmagan qo'chqorlar ham bor. Mana yomg'irga havomizga qo'yib bo'lmayapti. 4,5 dan bir 6 millionga da qo'chqorlar bor. Mana shu guruhni qo'yib qo'yamiz, kelishaveradi, ko'rishaveradi. Hop, bu 70 bosh aka. 4 milliondan 6 millionga da qo'y bor. Xolos akalar. Tagi serap. Rasa bundan buyog'i aka to'g'risi gap, Abdulloh aka barra qo'zlar chiqayapti-da. Ha. Barra qo'zi ham misol uchun 4 milliongacha bo'lyapti. Sredniy. Ha, 4 millionga da bo'lyapti. Endi hozirgi kunda akalar kichkina qo'ydi, to'g'ri, yaylovga chiqarib uzoqroq boqasiz, pul yengilroq bo'ladi, lekin mana bu sizga aka yemga tayyor variant aka. Yemini berib boqaverasiz. Necha oylik qo'chqor mana shu qo'chqorlar aka? Alisher bo'lsa 9 oylik qo'chqor. 9 oylik atrofi. 9 oylik qo'chqor. Lekin xudo xolasa qurbonlikkacha vaqt tursa ham bo'ladi. Qurbonlikda tayyor bo'lishadi. O'zi yemini hamma yo'q bo'lgan, vaksinasi hammasi bo'lgan. Bunga hech balo qilmaydi. Hech qanaqa aka qo'yiladi. Ishtahasi 100% garantiya. Hamma narsani yeydi. Taslatadi yemni? Yemni zo'r edi, yetkizsa bo'ldi. Bu kilalab yeb turmagan, to'kib qo'ygan keragi yo'q. Mana urug'liqqa qo'ylar. Endi oyog'ini tortib hammasi akalar sog'lomligi zo'r. Akalar immuniteti baquvvat, qo'ylarni burnoqqani, yo'tal-po'tali, boshqasi yo'q. Ishtahalari yaxshi akalar, qo'yda oyoq qo'li baquvvat, beli uzun variant akalar. Alisher, hozir odamlar o'zimiz, xalqimiz ham hammasi ham qo'y taniydi qo'yib qoldi. Qo'yni sortiga ham farq beradi qo'yib qoldi. E'tibor bilan qaraydi qo'yibdi. Ha, mana sorti bir qari juni yo'q. Tayyor yalang'ochda, gidit yalang'ochdan sari qo'y. Juni ham 500 ming rol o'ynaydi. Bo'ybasi qanaqa chiqadi aka buni? 80 ta borsa. 80 o'zi to'g'risi gap sredniy ekana qo'ylar ha? Ha, sredniy bir. 80 plyusga ham hisoblanib chiqaryapsiz. Chunki tepasiga kelib ko'raman degan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, lakasta tashab beraman. Lakasta tashab beradi, tepasiga kelib ham ko'rib oling aka. Xudo xolasa akalar 10 ta oladigan odamda aytganlaridek 15 ta oladi aka. Narxini eshitib. Xudo xolasa arzon qilib beriladi. Xo'p, Abdulloh aka, buni qarang, Optimga veterinar chiqaramiz. Hop. Keyin yakkalab ham kelishaveramiz aka. Kelishtirib beramiz. Optimga qancha narxi buni? Optimga olaman desa bor Alisher, ha deng. 5 million 300 ming so'mni yetib boradi. 5,5 ham yo'q. 5 million 300 ming so'mdan. 5 million 300 ming so'mni yetib boradi aka. Ha, akalar, taxmin qilib turganingizdan ham xudo xolasa yengroq bo'ldi narxi. Alisher, buni Abdulloh aka o'tamiz hammi? Agar Alisher hammasini olaman desa bor, 100 ming so'mdan tashab beraman. 5 million 200 dan. Ha, 5 million 200 ming so'mdan qo'yib beraman. Ammo aybi charchoq kechqurun yetib kelgan janivallar. Bir-birini surishni qarang, buni ko'rgan odam charchoqdamaydi, lekin harakati juda tez ekan lekin. Bir kishining kuchi yetmaydi qo'yga. Xudo xolasa Abdulloh aka o'tamiz narxidan. Aytibman 100 ming so'm. Buni yomg'irda qarang, siz ham men ham qiynalmaylik aka, qo'lni bering. Ilyos tog'amiz bo'lganda dangal ber derdilar. 100 ming so'mni yana tashab berdim. To'ppa to'g'ri qo'ying. 5 million 100 ming so'mdan
Bozorda ham bermaydi, boshqa yerda ham. Bo'ldi aka, to'p bozor Bizga qilasiz. nimaga Viber sirap ha deb turing-da. Menga qarang. Buni yo'l qo'yib chiqarib, buni soni ko'p. Ertaga yana yangisi yetib kelaveradi Alisher. Bo'ldi, Optimga bo'lsa qo'lda bering aka. Mana qo'ldan. Alisher, agar telefonda katta ko'rinyapti deydi odam bo'lsa, kelib badanni o'sha ovasin lakasida shabidan ko'rib ketishsin. Olmasalar ham qo'ydi ko'rib ketishsin. Bo'ldi aka, 5 million oling siz. Alisher, dastlabkasi ham bormi? Dastlabkasini qilib berasiz-da. Mana aytibman, Ilyos tog'amiz bog'lari o'zi. Agar hammani 70 ni olamansa 5 million neti bor. Barakasini bersin. Agar yomon narx bo'lgan bo'lsa, agar menga ayting, lekin aka zo'r bo'ldi narxi. Menimcha 5 million so'mdan aka izoh fikringizni kommentariyada gumbullatavering endi aka. Xudo xolasa qo'ydi akalar ishqiboziga. Endi to'g'risini aytganda akalar buni boqib hammamizning maqsadimizdan foyda qilish tirikchilik akalar. Mana bu qo'ydi aka siz oling. Birinchi o'rinda aka sog'ligi, salomatligi zo'r. Sog'lom yeb ichgan qo'y, arzon qo'y hisoblanadi. 5 million so'mdan bir joyga Optimga ketdi. Endi buni aka misolchi 70 tasini misol bitta odamni kimdir olalar, kimdirda joyi yo'qdir. Imkoniyatiga qarab, lekin 10 ta, 20 ta, 30 ta haydamam olsin aka. Agar Alisher 30 ta, 35 ta olaman ko'ya desa, shunday kelib bo'lib olsa ham bo'laveradi. Mana shu tomon o'tdi misol 20 ta o'tdi mana Abdulla aka. Mana Alisher 20 ta bu tomoniga o'tdi mana. Mana endi kelsa Optimga ketaveradi. Oyog'idan tortib olsa kelishamiz. Ozmos kelishamiz aka. Kelishamiz Alisher. Lekin o'rtasidan bo'lib ikkovini video qilib bergan mana. Qaysi biri bo'lsa men olaveraman desa bor-ku. Tavakkal Alloh. Omadu, baxti. Qaysi biri o'tsa, mana qo'y. Qo'shqonlar juda chaqqaranganda bu qarang. Jonivorlar. Ammo aybi cho'rchoq, hali cho'rchoq chiqqan. Cho'rchoq chiqmasa yana ham bo'lak. Qorlarni to'yg'izib, charchoqdan chiqarib, xudo xolasa obunachilarimiz oling mana tavsiya qilaman aka. Sizni bizga nasib qilsa kerak, mana shunaqa qo'shqonlarni qo'ramizga to'ldirib boqish kerak. Ha, bo'ylariga keladigan bo'lsa, kerak bo'yini xudo xolasa ichida 80 deb o'rtachasini aytildi, lekin aka mana realni ko'z bilan ko'rib turgan odam mana shu qo'yni o'lchadigan bo'lsangiz 83, 84 atrofida ham chiqadiganlar bor. Bor. 80 ga hisoblanib chiqaraverasiz. 80 ga olish olsin. Endi kichkina 70 li, 75 li qo'ymasa kerak. Ay, jonivar. Oppa. Ehtiyot. Ay, ushalmay qoldi. To'xtang, qo'ydi, qo'yavering ushlamasdan. Shu qora qo'yni ushlab chiq. Alisher mana urug'lig'i mana. Alisher o'z tulaban bo'lgan qo'y, ko'ryapsizmi? Ehtiyot bo'ling. Ushlamanglar, bo'ldi. Alisher ushlab qo'y chorsa kerak. Chors qo'y Alisher. Aytyapman. O'ta baquvvatdan Alisher. Hop, dastlabga qilib beramiz aka. Dastlabkasi bor Alisher. Ko'ryapsiz, bitta bola kuchi yetmayapti. Yetmaydi qo'y. O'ta chors qo'y, ne semiz qo'y. Bo'ldi. Mana shu bir partiyamizmi aka? Bir partiya qo'yib beramiz, lekin tagi serap. Telefon qilsa ish bitadi aka. Ish bitadi. 4 million so'mlik qo'y 4 millionga to'g'ri bor qo'y. Mana Lakas tashaverlardagi kelavering aka. O'sha yo'lni bo'yida akalar kelib ko'ring aka. Qo'y yoqsa, sizga tushsa, mana xarid qilishingiz mumkin. To'g'risi aytganda, bozorga chiqib so'rasangiz bu qo'ylar narxi 6 million kam bor ya, savdosi qolasiz, kimdir akalar qimmatroq oladi, kimdir pastroq olishi mumkin. Lekin mana bu qo'yilgan narxda qaysi obunachimiz olsa ham akalar baraka topadigan variant. Eng muhimi qo'y yaxshi qo'y ekan akalar. Qo'y zo'r qo'y. Qo'yni soni ko'p, 150 ta qo'y bor deng. Aytibman, video qilmay, yomg'ir bunaqa bo'lgan uchun havomiz qo'yilmayapti sading. 4 milliondan 5 pasida 5 million ustiga da qo'y bo'ldi. Telefon qilishib uka mana undan video qilib bersa bo'ldi. Mana bu qo'zlar akalar ichidan urug'likka tarbiyalayman degan akalamizga ham qo'zini yaxshi ko'radi. Qarang, hammasiniki dumbalari tikka dumba, beli uzun ekanda qo'ylarda kerak. Mana shu eshitni ochingchi, to'xtab turing, qo'yavering. Bitta o'tsin. Keyin videoda yakunlaymiz aka. Hurmatli tomoshabinlar, mana akalar, kakalab ko'rib oling aka qo'zlarni. Hop, manzilimizni sizga bir qator eslatib qo'yamiz akalar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishloq akalar. Bugun kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasini bersin. Keyingi syomkalarimizni ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.